Assalomu alaykum, bizga kuzatuvchilar. Biz Qo'qon Stenka bozoridamiz. Bu bozor yakshanba, payshanba kuni 7talabdan kechgacha savdo bo'lyapti. Bularimiz qancha? 100 ming so'm skidka turibdi. 100 ming so'mdan standartmi? Kashmir razmeri standart. Xitoy Kashmir 100 ming so'mdan do'stlar. Bularimiz qancha dedingiz? 65 ming so'm. 65 ming so'mdan. Bular rasvetkalar, ha? Tepadaglarimiz qancha? 120 mingdan beryapti. 120 ming. Shuna ketaveradimi? Uzun 120 ming so'm. 120 ming. 120 ming so'm. Mana shular 120 ming so'mdan standart bo'ladi bular. Rasvetkalarni ko'raverasizlar. Bular ham shunaqa? 120 ming so'mdan do'stlar, Angorka. Ular 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan ekan do'stlar. Bu tepapasi qancha? Tepapasi bu. O'zi. Admanka. Bittami? Axir 80 ming so'm. Bular hozirgidan, rasvetkalari. Bular ham o'sha narxi 120 ming? 120 ming so'mdan. Nomer qo'yamizmi aka? 91lik 683 67 64. Shu nomerlarga aloqa qilamiz do'stlar. Ertalabki 8 dan kechki 5 gacha telefon qilaverasizlar. Ob'yomga olmoqchi bo'lsalaring, donaga chiqarib berishmaydi. Kamida 5 ta bo'lsa 4 ta chiqarib beraverasiz. Bo'ldi. Kamida 4 ta 5 ta bo'lsa chiqar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Qanchadan alolarimiz? 140 dan ketaveradi. 140 ming so'mdan standartmi? Standart 46 dan 52 gacha tushadi. 46 dan 52 gacha tushaver ekan. Bularimiz-chi? Bularimiz 130 dan. 130 ming so'mdan. Mana Turkiya skidkaga tushgan 115 dan berib 115 ming so'mdan Turkiya ishi bular. Sizni nomingizdan chiqqanlarga 100 dan ham berib yuboraman. 100 dan kelishaveradi bemalol. Tepadaglarimiz qancha? 65 dan Xitoy. Xitoy 65 ming so'mdan ekan. Zamoyligimizchi? U ham shunaqa beraveramiz. Bir xil, ko'raverasizlar, rasvetkalar o'ta ko'p. Do'stlar 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor. Nomeringiz nechi? 95lik 95lik 392 1909 shu nomerlarga aloqaga chiqamiz do'stlar. Lakasi batda ma'lumot kerak bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqasizlar. Kommentariya Telegram sitkasini qo'yaman. O'sha yerda Telegramga o'tsalaring do'stlar, lakasasini joylab qo'yganman. Bemalol kelaverasizlar. Ob'yomga ham kelishaveramiz. Yanada tushib beraverasiz ob'yomga. Ha, bu aytilayotgan narxlar do'stlar, yanada ko'pgina olmoqchi bo'lsalaring, yanada tushib berishadi. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Bular Xitoymi? Qanchadan bular? Qanchadan? Pulungiz yo'q. Ular 55 Nima? Pulingiz shunga yarasha, uchtaga yarasha. U men yuk chiqaraman-ku. 55 Qanchadan? 55 Yo'q. 55 ming so'mdan. Men yuk chiqaraman, men o'zim pulim yo'q. Ana ko'rdingizmi? Pulim yo'q deb pulingiz yo'qotib qo'yasiz. Mana barnikini ham chiqarib yuboring. Bular qancha? Mana shular. Ular 50 ming. 50 ming so'mdan. Bularchi? Tepapas. Oldingizmi telefonga? Endi olaman-da. Endi olyapman. Tugatib bo'lsin. Ashna qilasizda. Ha, halida kelganingizda olmaysizmidi bu telefonga? Yo'q, vaqti yukda endi chiqarib yubordim-da. Qancha bunimiz? 200 ming so'm. Neydi? Velikanmi bu? Velika. Kelaman, shu yerdaman. Kattaran. Qo'yib beraman. Kelasiz, sotmaysiz shu bilan, bo'ldimi? Bunisi ham o'sha narx? Pachkami, donami, yo'q, farqi yo'qmi? Pachka hammi, dona hammi. Dona ham pachka. Pachkaga qancha? Pachka 190 ming so'm pachkaga ekan. paltolar. Qaysinisi? Turkiyadan. Bular qancha dedingiz? 300 mingdan. 300 ming. O'zbekiston ishbasimi bular? Yo'q, Turkiyani. Turkiyanikiga 25 ming so'mdan. 7 yoshgacha. Nomer qo'yamizmi? Dunyodan nomerini qo'ydim. Hozirgi nomer ekan-da. Mana shunga aloqaga chiqaverasizlar. Hammasini ko'rsatmadik do'stlar. Qaysi kerak bo'lsa, bemalol Telegramda tashlab berishadi. Bitta tanlab olsalaring bo'laveradi. Turkiya, Xitoy, O'zbekiston ishlari bor. Sizdanmi? Qanchadan bularimiz? 75 ming. Necha razmerlar? 48 dan 52 gacha. 48 dan 52 gacha 75 ming so'mdan do'stlar. Mulari ham shunaqa. Tepadagi-chi? Ko'ylak lozim, ha? 75 ming so'mdan. Alolarimiz-chi yana? 55 ming so'mdan 48 50 bular. 48 dan 52 gacha do'stlar. 48 50 52 bo'ladi. Bularimiz 75 ming so'mga. Xalatlarimiz qancha? Tepa pasa?
Nachosli? Nachos. Nachosli 105 ming so'mdan do'stlar. Bu ham 52 gacha? 54 gacha ekan. Ko'raverasizlar. 75 ming so'm, 55 ming so'm, 105 ming so'mlar do'stlar. Rasvetkalar bor. Nomer qo'yamizmi? Telefon nomer. Nechilik? 50lik 155 82 79. Shu nomerlarga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Ob'yomga olmoqchi bo'lsalaring. Qanchadan edi qora aka bularimiz? 55 ming so'mdan. Razmerlar qanaqa? 48 50 52 do'stlar. 55 ming so'mdan. Tepada ham mana rasvetkasi ular. Xalatlarimiz qancha? Tepadagi xalat 45 ming? Buni 45 ming. Bu 45 mingmi? Bu qanaqa razmeri? Bu 48 dan 52 gacha. 48 dan 52 gacha 45 ming so'm do'stlar. Bunimiz qancha dedingiz? Xalatlar 55 dan. 55 ming so'mdan. Uzuni ham kaltasi ham. Nechigacha ular razmer? 50 52 ekan do'stlar, 54 gacha. Bular ham mana shunaqa. Rasvetkalarım qancha birimiz? 95 ming so'm do'stlar. Bunimiz rasvetkalari. Nomer qo'yamizmi qora aka? 91lik 324 45 54. Monimizni ko'rsatmamiz narxini. Qancha? 55 ming so'm ekan do'stlar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. To'rtta qilib olsalaringdan o'zi hech qancha pul bo'lmaydi do'stlar. 4 xil 5 xil mahsulot va rasvetka bor. Qora aka qanchadan bularimiz? 65 ming so'mdan. Tonni 65 ming so'mlar ekan. Tepadayimiz qancha? 65 ming so'mdan. Ana velvetimizchi? 75 ming so'm. Razmer qanaqa bo'ladi hozir? 48 50 52 ekan. Hammasi bir xil ekanda bular, ha? 60 ming. Tepada 60 ming so'mdan ekan do'stlar, bularimiz. Nomer qo'yamizmi aka? Nechilik? 97lik 628 4005 shu nomerga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Bemalol ob'yomga olmoqchi bo'lsalaring. Lokatsiya yo shu yerda ma'lumot kerak bo'lsa do'stlar, o'sha kommentariya Telegram silkasini qo'yganmiz. O'sha orqali Telegramimizga o'tib turib, lokatsiya orqali kelsalaring bo'laveradi. Lokatsiyalar joylab boryapmiz. Har yakshanba, chorshanba, payshanba kunlari lokatsiya tashlaymiz. Qanchadan bularimiz? 100 mingdan pachkaga 48 dan 54 gacha. Donaga qancha bo'ladi? 110 ming, 10 ming so'm aziz qilar ekan do'stlar. Nachosli bular? Bulimiz qancha? Bir xilda 100 ming so'mdan. To'g'ri deyapman mana shunaqa. Ular 90 ming pachka. Nachosmi yo'q? yo'q. Bez nachos. Bularimiz-chi? 75 ming. 75 ming. U ham 48 dan 54 gacha? 48 dan 54 gacha. Bunimiz-chi bu qizil? Bu qizilimiz 80 ming. 80 ming so'mdan do'stlar. Mochi? Tumori bor. 80 ming so'mdan tepa pasa ular? 56 gacha tepa past. Tepa pasa 56 gacha razmer. Tepadagi-chi? Bularimiz 70 ming so'mdan ekan do'stlar. kapishon. Kapshonkali videoda oxirigacha ko'ramiz. Endi arzonlarini birinchi qo'llar ko'rsatib o'tyapman do'stlar. Nomer nechi? 91lik 91lik 147 147 2305 shu nomerga aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Iloji boricha ortiqcha gapsiz olmoqchi bo'lsalaring telefon qilaveringlar. Keyingi safar nomer qo'yish qiyin bo'ladi. Qanchadan ekan? Pachka 75 berdi. 75 ming. 5 ming so'm farq qilaveradi. Do'stlar, o'sha pachka aytib ketamiz. Donasi 5 ming so'm farq qilaveradi. 75 ming so'mdan tepa pasa. 75 ming so'mdan tepa paslarimiz. Tepasichi? Xalatlar 85, napolni 100, nargilar 80 ming. Bular 75 ming so'm, bunisi 100 ming so'm, ha? Ha, 100 ming so'm. To'g'ri deychi. O'sha 100 minglik 80 ming. Razmerlar qanaqa hozir bularda? Ular 44 dan 52 gacha tushadi. 44 standart ekanda. 44 dan 52 gacha. Molari ham shunaqa razmer. Bular standart 48 dan 54 gacha tushadi. 48 dan 54 gacha. Bu ham shunaqa.
Bu ham abay 48 dan 54 ga tushaveramiz. standart. Tepadagi razmer. Qancha bu? Bu ham 85. 85 ming so'mdan ekan. U ham mana shunaqa 48 dan 54 gacha tushaveradi. Razmer ular. Ha. Buning hammasi 48 dan 54 ga tushaveradi. Bittasi 46 dan deysizmi? Ha, 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha tushaverar ekan do'stlar. Ko'p abaya fason standart razmerda. Bemalol rasvetka qilib terib olsalaring bo'laveradi. Nomer nechi? 99 99lik 873 873 0151. 0151 shu nomerga aloqa chiqaramiz do'stlar. Ob'yomga olmoqchi bo'lsalaring 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Qanchadan bu velvetlarimiz? 110 ming so'mdan. Razmer qanaqa aka? 48 54 gachami? 46 dan 52 gacha bo'ladi o'shanda. 52 gacha razmer. Kapshonkalarimiz qancha? 110 ming so'm. Tepadagi 90 ming. 90 ming so'mdan. Bularchi? To'g'ri-da? Ulardan 90. 90 ming. 48. Kattasi yo'q qoladi, qolasidan qoladi. 48 dan 54 gacha razmerlar do'stlar. U nachoslimi? To'g'ri-da? Bez nachos 90 ming so'mdan. Rasvetkalar bor. Qaysi navbatda? Mashin to'mdisimiz. Bu to'g'ri-da qancha? 80 ming so'm. Markasi deylarchi? Ulardan shunaqa 80 ming. 80 ming so'mdan do'stlar mana ko'raverasizlar. Bez nachosliklarimiz 48 dan 54 gacha rasvetkalari bor. Bu toshligimizdan 80 ming? 80 ming so'mdan ekan do'stlar. Birinchi qo'llardan ko'rsatib o'tyapman. Kelishda ham o'sha nomerlariga aloqaga chiqsalaring, kelib olsalaringdan bo'laveradi. Donaga qancha raznica qiladi aka? 30 mingdan. 30 ming so'm raznica qiladi. Nomer qo'yamizmi? Bo'ldi aka. Stenka bozordamiz ichkarida do'stlar. Izlab topsalaring bo'laveradi bemalol. Bularimiz qanchadan aka? Qora aka? Pachka narximiz 75 ming so'm. 75 ming so'mdan pachka narxi. Donaga 80 ming? Donaga 80 ming, oldin 90 ming sotganmiz. 80 ming so'm. Razmer qanaqa? Razmer 46 dan 52 gacha. 46 dan 52 gacha razmer. Yangi deyman, rasagrandalarimiz bor. Qancha bularimiz? 130 ming so'm bo'lyapti. 130 ming so'mdan. Endi qanaqa razmer u? Razmeri 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha razmerlari. Bu orqadagilar qancha? Orqadagilarimiz 65 ming aka, 75 ming. 75, ovunuz 65 mingmi? 75 ming. 75 mingni? Bu vaqtimiz o'tgan yilgi nimamizdan hali chiqarganimiz yo'q, qo'yib qo'yganmiz. Narigilar bor. Qancha u o'z tugagan ekanda. Bular hozirgidan rasvetkalari. Bu oxiridagilar qancha? Rasagran mana rasvetka. Mashinakimi? Shunda rasvetkasi. Hozirgalik olib ketganim tugadi bundan. Yo bormi biratalik ko'rsatganimda? Abroziskan mana yaxshi qildim. Hali 135 millik bor edi-yu. Ichlari bilan bundan ko'rsatib qo'ysa chiroyli qilib. Do'stlar iloji boricha hamma yo'qni ko'rsatib o'taman. Bilasizlar, mana ichlari. Ich shubalimiz do'stlar. 135 mingmidi bu? 35 ming. Bular shu qilib 52 gacha rasmlar. Nachosligi ham bor aka. Nachosligi bilan shuni aralash qilib hozir o'zimiz chiqarib yubordik. Yo'q, hozir yuk chiqarib yubordik, o'zi yig'ib zo'rg'a qilib berishdi. Zo'r ketyapti do'stlar, ulgurmayapti. Shubali kashmirligi bor aka. Kashmir shubaligi bor. Bu 130, bu 135 mingmidi? Orasi 5 ming farq qiladi. 5 ming so'm farq qiladi do'stlar. Rasvetkalar bor. Iloji boricha nomerlariga telefon qilsalar olib qo'yishadi. Chunki ulgurmay qolishyapti. Hozir ham yukni chaqirtirdi, keyin olib kelib berishdi 1 soat deganda. Nomer necha aka? 91lik 91lik 200 71 27. 7127. Shu nomerga aloqa chiqasizlar. Telegram guruhlari bor do'stlar, qo'shib qo'yishadi. Tanlab bemalol olsalaring bo'laveradi. 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor. Qanchadan bularimiz? 70 ming so'mdan standart razmeri 48 dan 54 gacha va 52 gacha. 48 dan 52 gacha tushaveradi do'stlar. Rasvetkalar o'ta ko'p. Bir 10 xil rasvetkalar bor, ranglari deyiladi. Endi rasvetka deb aytib ketaveramiz, o'ta ko'p. Tepadagilarimiz qancha? Zamoyli 70 ming so'mdan ekan do'stlar. Mana shu 70 ming ketaveramanmi yo'q? Yurib. Hammasini yo'q. 10 ni 70 ming qo'yib yuboraymi? 50 mingmi? 100 ming. 100 ming to'g'ri-da.
100 ming so'mdan ekan do'stlar. Pasideylarchi? Ular ham yetmish. 70 ming, 70 ming so'mdan. Ponni do'stlar. Bitta o'sha to'g'ri deylar, 100 ming so'm, qolgan hammasi 70 ming so'mdan. 48 dan 52 gacha hammasi. 48 dan 52 gacha razmerlar. Nomer necha aka? 91lik 694 44 87. Shu nomerga aloqaga chiqamiz do'stlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlari bor. Shuni bitta inson so'raganda mana nomerigacha qo'yib qo'ydim do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib avianga olsalaring bo'laveradi. 70 ming so'mdan qo'yildi do'stlar. Kimdan edi bu? Assalomu alaykum. Qanchadan bularimiz? Assalomu alaykum. Siz qancha bular boshi deydi? Mana unisi jun 50 ming. 50 ming so'm. Standart bo'ladi bu? Yo'q. Ha, 60 gacha razmeri bor. 60 gacha, 48 dan 60 gacha. Mana ikkitalilarimiz bor, turli rangi bor buni. Qancha? Ustini ham alohida kiysa bo'ladi, ichini ham kiysa bo'ladi. Ularimiz 30 mingdan. Ikki xil kiysa bo'ladi. Uni, mana uchovini, qora, qizil turganlarda ikki xil qilib kiysa bo'lar ekan. Endi sizlar o'zlaringiz tushunasiz do'stlar, men tushunaveraman. Narxini aytmadingiz-ku? Narxi standart 85 qilib qo'ydim. Hammasi 85 ming. Hammasi 85 ming so'm ekan do'stlar. Standart bo'ladi. Yo, razmerim hammasi. Standart. O'ta balshimerkalar bor mana. Balshimerka. Mo'lari, balshimerka. Burchakdagilar balshimerka, va Chanellarimiz balshimerka. Bular balshimerka ekan. Bunisi-chi? Bu ham balshimerkami yo? Bu ham shunda qirqlarga tushaveradi. Mana bunimiz 60 ming, birinchidagi. 60 ming. Mana ular yangi keldi mana bugun. Xitoymi bular? Xitoy Angorka. Mana bunaqa modellar bor. Qan- Minusdan bor. Bularning ham razmeri bor. Narigisi ham 60 ming. Bular 50 ming. 50 ming so'mdan, ha? Hech narsa bo'lmaydi. Mana ularimiz 60 ming tanlab olish. Fonni 60 ming so'mdan ekan do'stlar. Har xil chiqadi bular. Rasvetka ko'p ekanda. Rasvetka Hozir 5 ta olsa 5 xil rasvetka bilan chiqadimi? 5 xil chiqadi, boshqada 5 xil chiqadi. 5 xil ekan. Bu nikellarimiz do'stlar. Bu Nike original firmasiniki bu. Xitoy ishlarida ko'pini ko'rsatyapmiz do'stlar. O'zbekiston bilan keyin chalkashtirib yormaylar. Xitoyda aytib ketyapman do'stlar, so'rashgani uchun. Nike mana bunaqangi yozuvligi bor. Mana ishkada yozilgan bular ham. Original hammasi O'zbekiston emas, hammasi Xitoy. Hozir Xitoy ekan do'stlar. Mana bunaqangi kapshonchalik. Qancha dedingiz bular? Bular 50. Mana kapshon 50 ming. Kapshonkali 50 ming so'm, Hammasi 45 ming. 45 ming so'm. Razmer qanaqa? Mana bunaqasi 60 ming. 60 ming so'm. Razmeri 5XLgacha. 5XL. Bizi razmeri 48 dan 60 gacha bo'ladi. 48 dan 60 gacha razmerlar. Pachkada nechta bo'ladi? Pachkada 6 ta. Pachkada 6 ta. L, 1XL, 2, 3 ta, 5 gacha bor. Oshna olinaveradi. Degan pachkada 5 ta ekan do'stlar. Narsalar xolasa, yo kurkalar ham bor. Yana kurkalar so'raganlarga skidkada ekan do'stlar. Rossiya ham zo'r, Xitoy zamoglar bor, kapshonkalar bor. Qancha ularimiz? 100 ming narx qo'ygan. 100 ming so'mdan ekan do'stlar. Katta razmerlarimiz bor. Katta velikanlar deydi endi. Qancha? U ham 100 ming? 100 ming. Kvadratsiga qo'y qancha? 100 ming. 100 ming so'm. Fonni 100 ming ekan-da. 100 ming bo'lgan. Bu dvoyka qancha? Ha, bu dvoykamiz, bu ham Xitoy Angorka, toza 160 ming pachkaga 3 xil rangi bor. 160 ming so'm pachkaga Seriya ekan. qora mana shu sveti bor. Ha. Yana qora ustidagi Angorka nimamiz bor. Alohida ekan, u. Alohida. Qancha u? 180 ming, uni ham turli rangi bor. Angorka. Toza Xitoy 180 ming so'mdan do'stlar. Kamzilchalarimiz Xitoy kamzilchalarimiz keldi. qanchada? Bular 40 ming so'm. 40 ming so'mda. Necha yoshga tushadi ashlar? Bularimiz 2, 3, 4, 5 yoshgacha tushadi. 2, 3, 4, 5 yoshgacha tushaveradi. 5 xil razmerlar do'stlar. 100 ming so'mdan bularni tanlab olishga rasvetkalar ko'p. Donaga hammi? 100 ming? Donaga ham beramiz, pachkaga ham beramiz. 100 ming so'mdan beraverasizlar. Do'stlar, mana ichkari, mana Stenka bozor bag'ida uzun yo'llar bor bilsalaring. O'sha yerda Kelganiz yo'q, müşteri ochdik. ha, müşteri ham ochdilar. Mana bag'dan kirishdi do'stlar. Nari tomonida, u ag'dan kelgan chap tomonlarida prashkaxonani bu bag'dan kiraverasizlar. Bu yoqda müşterilarimizni ochdik. 2 yil garantiyali qora yemening. Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Toza firma 2 yilga garantiyali do'stlar. 2 yil agar 1 yil bo'lib qolsa, kelaverasizlar, alishtirib berishadi. Mana bu yoqda soatlar ham. Qanchadan qanchagacha batta? Olib sotsa foyda qiladimi? Pachkaga olib sotadi? Arzon qilib beramiz. Ha. Arzon qilib beramiz.
ishtiroklarini donaga ham beramiz. O'sha nomer qo'yaman do'stlar. Ancha munchasini endi men bularga tushunmayman. O'zlaring kelishib boshqa qilaverasizlar. Yangi yilga zo'r ketyapti, oz qoldi lekin bulardan. Qancha? Bular 45 berdik mana. 45 ming so'mdan. Mana kiyikchasi bor. Hozir yana Xitoydan kelyapti, kasbigamiz. Olib qo'yganmiz yo'lda bular. Xitoy toz. Mana toza. bor, bularda sharifi bor. Bular qancha? Shariflilar. 35 ming? 55. 55 ming so'mlarga mana ko'raveringlar-chi do'st. Uzun sharifni bitta aylantirsa, mayda qo'lqopi ham bor. Yana qo'shimcha ana bo'lmasam do'stlar, qo'lqopigacha bor ekan. Sharif, qo'lqop, shapka. 3tasi bittada 55 ming so'mdan do'stlar. Material hozirgi. Buni qancha dedingiz mashina? Bular 45. 45. Bular 55. 55 ming so'mdan. Kim mana bunaqasi bor? Petskilar ular. Qulog'i Sinflarga endi 30 ming so'mdan ekan. Buni 80 ming. Buni razmeri bormi? 80 ming so'mdan do'stlar. Yo, bu katta xotinga chiqadimi? Buni standart chiqadi. Nomer nechi? 93 93lik 984 984 62 62. 62 62 do'stlar. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Mana do'stlar, mana shu. Hammasi bitta nomerga qo'yilgan. Hammasi bitta mahsulot do'stlar. Bitta nomerga telefon qilsalaring, hammasidan tushib berishaveradi. Bu biz nomimizdan chiqaverasizlar do'stlar. Islomiddin desalaring, Senka bozorda ham, Boboshbek bozorda ham ancha tanishadi. Do'stlar, agar o'zimning nomerim kerak bo'lsa, 93lik 133 10 14 shu nomerga aloqaga chiqamiz do'stlar. Telegramga qo'shilish esdan chiqmasin. Kommentariya joylab qo'yganman. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor.